بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بسنته أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhudan bir hadis rivoyat qilinadi. Bu kishi aytadilar, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan shunday deyotganlarini eshitdim. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa zalika adhaful iman. Sizlardan kiminglar biron bir yerda bir gunoh ish ko'radigan bo'lsanglar, biron bir joyda Allohga osiylik qilinayotganligini ko'rsanglar, shuni borib o'zgartirib qo'ysin dedilar. O'zgartirishlik, ya'ni qo'li bilan borib qo'li bilan qaytarsin dedilar shu gunoh ishdan. Agar bunga qodir bo'lmasa, tili bilan qaytarsin dedilar. Agar bunga ham qodir bo'lmasa, qalbi bilan yomon ko'rsin dedilar. Mana bu iymonning eng zaifligini alomatidir dedilar. Mana bu hadis Imom Muslim rahimahulloh o'zlarining jami' sahihlarida zikr qiladilar. Mana bu hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizlarni gunoh ishga ro'bara bo'lib qo'yganimizda, biron bir yerda gunoh ish bo'layotgan bo'lsa, o'zimiz qilayotgan bo'lsak emas, biron bir yerda gunoh ish, munkar ish bo'lyapti, Allohga osiylik bo'lyapti. Shunday ishda biz o'zimiz qanday munosabatda, musulmon odam, payg'ambar alayhisolamning ummatiman degan odam qanday munosabatda bo'lishligi, shunday o'rinda qanday yo'l tutishlik kerakligini bizlarga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'rgatyaptilar. Iymonni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam go'yoki 3 qismga, 3 darajaga bo'ldilar. Birinchisi, eng oliy darajasi o'sha gunoh ish bo'layotgan yerga borib qo'li bilan qaytarib kelsin o'shini dedilar. Ikkinchi darajaligi, agar qo'li bilan qaytarishga qodir bo'lmasa, mayli tili bilan qaytarsin dedilar. Uchinchi darajaligi qalbi bilan yomon, tili bilan ham qaytara olmaydigan bo'lsa, qalbi bilan yomon ko'rib o'tsin dedilar. O'shiniga rozi bo'lmasin dedilar. Bir gunoh ish bo'layotgan bo'lsa, muhtaram jamoat, mana bu hadis-i sharif gunohdan qaytarishlik, yaxshi yo'lga da'vat qilishlik, yomon yo'ldan qaytarishlik faqat imomlarni, domlalarni, ahli ilmlarni ishi emas ekan, ular vazifasi emas ekan. Masjid o'tirganlarda hammasiga aytdilar payg'ambarimiz alayhisalom. Ey ummatim, sizlardan kiminglar dedilar. Biron bir mahallada, biron bir xonadonda gunoh ish bo'layotganligini guvoh bo'lsanglar, shunga rozi bo'lmanglar dedilar. Qo'lingizdan kelsa, borib qo'lingiz bilan qaytaring shu gunohdan dedilar. Bunga kuchingiz yetmasa, iymoningiz bardosh bera olmasa, unda tilingiz bilan qaytaring dedilar. Bo'lmasa, hech bo'lmasa qalbingiz bilan, eng oxirgi daraja, iymonning eng zaif darajasi o'sha gunoh ishni qalb bilan yomon ko'rishlik ekan, birodarlar. Undan keyingi darajasi yo'q ekan. Ba'zi hadislarda aytadilar, kim bir munkar ishni qo'li bilan qaytarsa, odam mo'mindir dedilar. Kim biron bir munkar ishni tili bilan qaytarsa, u mo'mindir dedilar. Kim biron bir munkar gunoh ishni qalbi bilan yomon ko'rsa, u mo'mindir dedilar. Undan u yog'ini zikr qilmadilar. Undan u yog'ida iymon darajasi yo'q ekan, muhtaram jamoat. Undan ham quyida iymon darajasi yo'q ekan. O'sha gunohga, ma'siyatga sherik bo'lmasligimiz kerakligini aytdilar. Aks holda agar shunga rozi bo'ladigan bo'lsak, o'shalar qatorida gunohkor bo'lamiz ekan, muhtaram jamoat.
qo'li bilan o'zgartirsin dedilar. Biron bir yerga kirib qoldingiz. Biron bir yerga borib qoldingiz. Shu yerda munkar ish bo'lyapti. Biron bir mast qiluvchi ichimlik ichilyapti yoki bir qimor o'ynanyapti. Shular Alloh asrasin, Alloh saqlasin. Avvalambor o'shalar, o'sha gunoh ish qilayotganlar sizni farzandlaringiz yoki ukalaringiz, bo'lalaringiz, jo'ralaringiz, qo'l ostida ishlaydigan ishchilar, sizni tilingiz o'tadigan, sizni hurmat qiladigan, sizni bitta gapingizni ikkita qilmaydigan odamlar o'sha gunoh ishni qilib o'tirishibdi. Payg'ambarimiz alayhisalom nima dedilar? Qo'li bilan o'zgartirsin dedilar. Borib qo'ldagi narsalarni olib qo'ying o'shalarga. O'sha narsani sindirib yuboring, yoqib yuboring, yirtib yuboring, to'kib yuboring. Allohdan qo'rqiting o'shalarni. Oxiratdan qo'rqiting o'shalarni. To'yinki o'sha gunoh, ma'siyat ikkinchi bor takror bo'lmasin. Siz biron bir yerga kirib qoldingiz. O'sha yerda ayni gunoh ishlar bo'layotganini siz qo'lingiz bilan shularni qaytarishlikka qodir emassiz. Agar qo'lim bilan qaytaraman desangiz, aks holda o'sha bitta bo'layotgan gunoh ikkita, uchta ko'p gunohga aylanib ketishligi mumkin. Boshqa bir ko'ngilsiz holatlar sodir bo'lishligi mumkin. Unda siz tilingiz bilan qo'l bilan qaytara olmaysiz, lekin til bilan gapira olishligingiz mumkin. Til bilan qaytaring o'sha yerga borib. O'shini haromligini, gunohligini ayting ularga. Oxirat, hisob-kitob, qiyomat, qabr eslating ularga. Alloh subhanahu va taolo ko'rib turganligi, bilib turganligi, kuzatib turganligini eslating ularga. Hatto o'zingiz ham biron bir yer gunoh ish bo'layotganligini ko'rdingiz. Qo'lingiz bilan qaytarishlikka qodirsiz. Qalbingiz bilan yomon ko'rib o'tib ketmang. Qo'lingiz bilan qaytarishlikka qodirsiz. Biz bilan inkor qilib o'tib ketmang. Qo'lingiz bilan qaytarishlikka qodirmisiz? Alloh taolo sizga shunday bir qudratni berdi. Biron bir yerda hokimsiz, rahbarisiz, podshosiz, bor qo'lingiz bilan qaytaring. Va shu qo'l bilan qaytarayotganda, til bilan qaytarayotganda, qalb bilan yomon ko'rayotganda his qilib turishligimiz kerakki, Alloh subhanahu va taolo xuddi o'shalarni gunoh ish qilayotganligidan ko'rib turganidek bizni ham ko'rib turibdi. Qalbimizni kuzatib turibdi. Men shularni qo'lim bilan qaytarishlikka qodir edim. Hozir shu Alloh taolo shuni ko'rib turibdi, meni kuzatib turibdi, qaytarammikin, yo'qmikin deb. Tilim bilan qaytarishlikka qodir edim. Alloh taolo meni hozir iymonimni sinamoqchi bo'lib turibdi. Qani tilim bilan hozir bularni qaytaramanmi, yo'qmi deb. Siz agar men bularni qaytaradigan bo'lsam, ularga o'bu deydigan bo'lsam, bular menga nima deydikin deb o'ylamang. Men hozir shunday ishga ro'para bo'lib qoldim. Hozir men nima ish qilsam Alloh mendan rozi bo'lar ekan deb turing. Mana bu iymonning belgisi muhtaram jamoat. Mana bu iymonning halovati muhtaram jamoat. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas dedilar. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf va tanhauna 'anil munkar. Sizlar insonlarning ichidagi eng yaxshi ummat sizlar dedi. İnsanlarning ichidagi eng yaxshi ummat, ey Muhammad alayhisalom ummati, ey oxirgi zamon ummati sizlarsizlar dedi. Nima uchun? Nima sifat bilan mana shunday eng yaxshi ummat ekanligimiz e'lon qilindi? Kuntum khayra ummatin ta'muruna bil ma'ruf va tanhauna 'anil munkar. Sizlar odamlarni o'zaro yaxshilikka buyurasizlar. Savob ishlarni bayon qilasizlar, to'g'ri yo'llarni ko'rsatasizlar va yomon yo'ldan qaytarasizlar dedi. Inson mana shu sifat bilan ilangan ummatning eng yaxshisi bo'ladi. Mana shu sifat bilan inson eng yaxshi ummat ekanligini his qila olishligi kerak. Inson o'zini o'zi tekshirsin. Oilada u ota bo'lishligi mumkin. Oilada bir gunoh ish sodir bo'lyapti. Farzandlar namoz o'qimayapti yoki roza tutishmayapti. Qani bu ummatlarni eng yaxshi ummat sifatida, eng yaxshi inson, eng yaxshi ota sifatida qanday yo'l tutishligini bilmoqligi kerak muhtaram jamoat. Biron bir korxonada rahbarsiz, qo'l ostida ishlayotganlar, siz eng yaxshi ummat ekanligingizni biling, unutmang.
Faqat bizlarning eng yaxshi ummat ekanligimizni dalolat qiluvchi sifatlar, belgilardan biri biz o'zgalarni yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytara olishligimiz. Qo'l ostimizdagilarni yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytara olyapmizmi? Agar ular gunoh ishlar qilib turgan bo'lsa ham, bo'lmasa ham. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sizlar 70 ta ummatga barobar kelasizlar dedi. Va o'sha 70 ta ummatda eng yaxshisi sizlarsizlar dedi. Bu ummat yaxshi ummat ekanligini alomatlaridan biri yaxshilikka buyurishlik, yomonlikdan qaytarishlik belgisi bilan ekan. Allah subhanahu va taolo boshqa oyat karimada aytadi: "Estaizu billah, lu'ina allazina kafaru min bani Isroil ala lisani Davud va Isa ibn Maryam. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu, labisa ma kanu yaf'alun." Allah subhanahu va taolo ushbu oyat karimada bizlarga avvalgi ummatlarning holatini bir eslatyapti. Eslang deyapti. Allah subhanahu va taolo o'sha ummatlarni la'natladi. O'sha ummatlarni la'natladi. Allohning la'natiga giriftor bo'lgan kishilarni bizlarga eslatyapti. Payg'ambarlarini tillari bilan Alloh subhanahu va taolo la'natladi. Nima uchun la'natladi? Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu, labisa ma kanu yaf'alun. Ular bir-birlarini munkar ishlardan qaytarmardilar. Bir-birlarini yaxshi yo'lga chaqirmardilar. Bir-birlarini to'g'ri yo'lga chaqirmardilar. Bir-birlarini gunoh ishdan, ma'siyat, fisq, fasod, shirk, bid'at, kufrlardan qaytarmardilar. Shuning uchun Alloh subhanahu amri ma'ruf nahiy munkar sifati xalqdan ko'tarilar ekan, bu xalqda yaxshilik qolmaydi ekan, muhtaram jamoat. Ular da'vatni qoyim qilishmadi, da'vatni tiriltirishmadi, oyoqqa turgizishmadi, bir-birlari bilan ishi bo'lmay qo'ydi. Olimlari bilan ishi bo'lmay qoldi. Olimlari bilan ishi bo'lmay qoldi. Alloh subhanahu va taolo ularni la'natladi, so'ngra ularni halok qildi. Labisa ma kanu yaf'alun. Ular qanday ham yomon ish qildi Alloh taolo. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, ularni ulamolari ularni yaxshi ishlarga buyurib, yomon ishlardan qaytarardilar. Biron bir munkar ish qilayotgan bo'lsa, ulamolari qaytarardilar ulardan. Lekin ular ulamolarga quloq solishmadi. Ahli ilmlariga quloq solishmadi. Ulamolari ham, ahli ilmlari ham, imomlari ham, domlalari ham amri ma'ruf nahiy munkar da'vatni to'xtatishib qo'ydi. O'shalar bilan birga bo'lib ketdi dedilar. Shular bilan birga o'tirardi. Shular balki ular bilan birga gunoh ishlarni sherik bo'lib qilishmagandir. Lekin o'shalar bilan birga o'tirardi, hamtovo bo'lib yurardi. Gunoh ish qilsa ham, fisq, fasod, shirk, bid'at ishlar qiladigan bo'lsa ham, xuddi ular hech narsa qilmagandek ular beparvo bo'lib yurardilar. Alloh subhanahu va taolo o'sha olimlarni olimlarga qo'shib la'natladi dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Alloh taolo hadisi qudusiyda aytar ekan, bizlarni duolarimizni muhtaram jamoat ijobat bo'lishligining sabablaridan biri amri ma'ruf nahiy munkar qilishligimiz ekan. O'zaro bir-birlarimizni yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytarish ekan. Agar bir odamning duosi ijobat bo'lmayotgan bo'lsa, sekin ko'chaga chiqib, birovni bir yomon ishdan qaytarsin. Biroq bir yaxshi ishga dalolat qilib qo'yib turib, kelib o'sha duosini qaytarib qilsin, albatta ijobat bo'ladi inshaalloh. Alloh taolo aytar ekan, duolarni ijobat qilmay qo'yishligimdan avval, agar biron bir narsa so'rasanglar bermay qo'yishligimdan avval, agar nusrat so'rasanglar, nusrat bermay qo'yishligimdan avval amri ma'ruf nahiy munkar qilib olinglar dedi.
Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Allohga qasamki dedilar. Allohga qasam ichib aytamanki, agar sizlar amru ma'ruf nahi munkarni tark qiladigan bo'lsanglar, Alloh subhanahu va taoloni g'azabiga uchraysizlar, so'ngra duo qilsanglar duolar ijobat bo'lmaydi dedilar. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Mu'min va mu'minalar, ularning hammalari bir-birlari bilan aka-uka, do'st, birodardirlar. Bir-birlarini ular yaxshilikka buyurishadi, yomonlikdan qaytarishadi. Ularning ishi hayotda o'zaro bir-birlaridan xabar olib turishadi. Mana bu birodarimiz iymoni qanday ekan? Mana bu birodarimiz qanday holatda yuribdi-ki? Ilmi tolibida davom etyaptimi? Da'vatda yurardi, da'vat davom etyaptimi-ki? Qanday bir-birlaridan xabar olib turishadi, bir-birlarini yaxshilikka buyurishadi, bir-birlarini yomonlikdan qaytarishadi va namozni barpo qilishadi, zakotni ado etishadi, Alloh va rasuliga itoat qilishadi. Ular Alloh subhanahu va taolo ularga rahm qiladigan, Allohning rahmati bo'lgan kishilardir ular. Albatta Alloh aziz va hikmatli zotdir deb aytadi. Ulamolarimiz aytishadi, Alloh subhanahu va taoloning rahmatiga erishishlik, Allohga itoat qilishlik va shariatiga ergashishlikdadir deyshadi. Mana bu Allohga itoat qilishlikda birinchisi amru ma'ruf nahi munkarni oyoqqa turgizish ekan, muhtaram jamoat. Ulamolarimiz aytishadi, da'vat amru ma'ruf nahi munkar hikmat bilan bo'lishligi kerak deyshadi. Hikmat bilan. Rasululloh Alloh taolo aytadi: "Ud'u ila sabili robbik bil hikmati wal maw'izatil hasana wajadilhum billati hi ahsan." Ya'ni da'vat qiladigan bo'lsangiz, Allohning yo'liga chaqiradigan bo'lsangiz, hikmat bilan gapiring. Chiroyli so'zlarni topib, tanlab, qalbiga ta'sir qiladigan gaplarni gapiring. Quloqiga kirgan gap qalbiga singsin. Wala tujadilhum billati hi ahsan. Hattoki mabodo biron bir din dushmani bilan, g'ayri din bilan mujodalashib qoladigan bo'lsangiz ham yaxshi chiroyli so'zlar bilan da'vat qiling, gapiring dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga yahudiylardan bir jamoat kiradi. Kirib turib, "Assalomu alaykum ya Muhammad" dedi. Assam degani o'lim degani, "Ey Muhammad, senlarga o'lim bo'lsin" dedi. Oysha onamiz eshitib turganlar ekan. "Va alaykumussalam va la'natulloh" dedi. O'sha o'lim o'zlaringga bo'lsin va Allohga la'nati bo'lsin dedi. Boshqa rivoyatlarda la'natullohi alaykum va g'adabuh dedilar. Senlarga Allohning la'nati bo'lsin va g'azabi bo'lsin dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shuni eshitib turganlar edi. Oysha onamizga "Mahlan ya Aysha" dedilar. "Ey Oysha, o'zingiz bo'lib to'xtang" dedilar. Oysha onamiz: "Ey Rasululloh, eshitmayapsiz bular nima deyapti" dedi. "Senga o'lim bo'lsin ey Muhammad" deyapti dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'yaring dedilar. Men ham ularga javob aytdim. "Men aytganimni eshitmadingizmi" dedilar. "Nima dedingiz" dedi. "Va alaykum" dedim dedilar. Ya'ni o'zlaringga ham bo'lsin deb qo'ydim. Alloh subhanahu va taolo bizni duo qardishimizni qabul qiladi, ammo ularni qardishini qabul qilmaydi dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hikmati qarang. Bir og'iz so'z bilan ikki tarafga chiroyli javob berdilar. Ikki tarafga chiroyli javob berdilar, o'zlari tanlamay qolgan holatda. Nihoyatda rifq, yumshoqlik bilan. Ulamolarimiz aytishadi, biron bir munkar ishni ko'radigan bo'lsangiz, shundan siz qaytarmoqchimisiz? Shuni siz qaytaradigan bo'lsangiz, siz avval shuni biling deydi. O'sha narsani siz qaytarsangiz, o'rniga boshqa narsani olib kelib qo'yishingiz kerak yoki yo'qolishligi kerak o'sha narsa. Aks holda munkardan qaytarmay turing deyshadi. Siz biron bir munkar, biron bir yerda ichkilikbozlik bo'lyapti, qimorbozlik bo'lyapti. Siz o'sha yerga kirib turib, "Hayda qaytaraman" desangiz, haligi bo'layotgan gunoh ish o'zini chegarasida edi.
o'sha kattayib ketmasin dedi. Boshqa ishlar, katta ishlarga, katta gunohlarga aylanib ketmasin deyishadi. Men gunohdan qaytarishlikni shunga o'xshatamanki, agar misol joiz bo'lsa, bir yosh bola qo'liga pichoq ushlab oldi. Yosh bola qo'liga pichoq ushlab oldi. Gunoh ish qilayotgan odamni muhtaram jamoat shu yosh bolaga o'xshagan odam bo'lib turar ekan o'sha soatda. Ibn Qoyyim rahimahulloh aytadilar, inson agar bir gunoh ish qilayotgan bo'lsa, o'sha gunoh ish qilayotgan paytda gunohni katta kichikligiga qarab aqli ham noqislashib ziyodalashib turar ekan. Inson qanchalik gunohda katta gunohga botib boradigan bo'lsa, qanchalik katta gunohga kirishib boradigan bo'lsa, shunchalik uni aqli, ongi zaiflashib boraverar ekan. Aql odam haqiqatda gunoh qilmaydi muhtaram jamoat. Aqlli odam popurus chekmaydi masalan. Aql odam, ongini ishlab turadigan odam nos chekmaydi, zino qilmaydi, aroq ichmaydi, qimor o'ynamaydi. Chunki mana bu gunoh ishlarining orqasidagi hamma yomon oqibatlarni ko'ra oladi u odam. Chunki u nimaga? Aqlini ishlatyapti, ongini ishlatyapti. O'sha pichoq ushlab turgan yosh bolaga o'xshataman. Haligi pichoqni olib qo'ymasangiz qo'lini kesadi yoki ko'ziga tiqib oladi yoki boshqa birovga sayib oladi. Shu oqibati shunaqa gunoh ishlardi ham. Haligini sekin yaxshi gapirib olib qo'yasiz. Shunda berishi mumkin. Juda ham bir yaxshi muloyim gapirsa shunda berishi mumkin. To'g'rimi? Agar olib qo'yganingizda janjal to'polon qilib, yig'isilik qiladigan bo'lsangiz, o'rniga xuddi o'shanaqa narsa, o'shanga o'xshagan yoki undan ko'ra yaxshiroq bir narsa berib qo'ysangiz, haligini olib o'ynab, haligining og'ini pichoqni esdan chiqarib qo'yadi. Gunoh ham shunaqa narsa ekan muhtaram jamoat. Va ulamolarimiz yana ta'kidlashadi, bir odamni bir yaxshi ishga chaqirmoqchi bo'lsangiz, yomon ishdan qaytarmoqchi bo'lsangiz, da'vat qilmoqchi bo'lsangiz, amri ma'ruf nahiy munkar qilmoqchi bo'lsangiz, ixlos bo'lishi kerak deyishadi. Ixlos juda zarur narsa ekan. Hamma ishlarimizda ixlos zarur bo'lgani kabi, boshqa ishlarimizda ham ixlos bo'lishi kerak ekan. Alloh subhanahu va taolo meni ko'rtiribdi, shu qilayotgan amallarimni Allohning roziligi uchun qilaman desa, keyin mana shu ishga Alloh taolo baraka berar ekan. Siz birga bor amri ma'ruf nahiy munkar qiling, lekin ixlos bilan qilgan bo'ling. O'sha amri ma'ruf nahiy munkarga hech kim quloq solmadi. Lekin siz umidingizni uzmang. Alloh subhanahu va taolo o'sha da'vatingiz baribir osmonga chang singari to'zib ketmaydi. Alloh subhanahu va taolo o'sha bir og'iz shirin so'zingiz bilan ham bitta-bittasini qalbini hidoyatlaydi. Bir yil o'tib ketganingizdan keyin bo'lsa ham o'sha da'vatingizga nusrat beradi Alloh taolo. Ixlos juda ham bir zarurdir muhtaram jamoat. Bir imom, bir domla odam ekan, masjidda da'vat qilar ekan. Masalan, da'vat qilar ekan. Katta yo'lni bo'yida ekan masjidda. Yo'lni narigi betida 4-5 ta fohishalar turar ekan. O'sha yo'lni masjid bo'lib qolsa, yo'lni narigi beti shu fohishalarni pakkasi ekan. Domlaning nazar g'ashi kelar ekan haligilarga. Nima qilsamikin deb o'ylanib, har juma kuni qalonqani ushlab turgan qaratib qo'yar ekan, ma'ruza qilyapti, shoir bo'lib. Ta'sir qilardi. U ham bo'lmabdi. Shomdan keyin yana ma'ruza dars uyushtirib qo'yibdi, qalonqani o'sha qaratib qo'yib naqlar ekan, u ham kor qilmabdi. Shomdan keyin ham dars ma'ruza qiladigan bo'libdi, u ham davom etadi. Oxiri bir ahli ilm o'zidan ko'ra bir ilmni yuqori bir odamdan oldiga borib maslahat so'rabdi. Bu masjidimiz ro'parasida bir munkar ish bo'lib turadi. Shuni qanaqa qilib yo'qotsak ekan, nima qilsak ekan. Munkar ish nimaligini aytmabdi. U odam ham so'ramabdi. Aytibki, taqsir deb ixlos bilan da'vat qilaring debdi. Ixlosni kuchaytiring debdi. Shu ixlos bilan da'vat qilaring, Alloh subhanahu va taolo ba'zi nusratini beradi sizga debdi. Da'vatingizga baraka beradi, da'vatingiz rivojlantiradi. Ajoyib samaralarni ko'rasizlar yana ekan, hali kishi da'vatni rivojlantirib, gapiribdi, darslarni uyushtiribdi, boshqa qilibdi. Oxirida mikrofonda gapirgani qanoatlanmasdan sekin bir kuni o'sha fohishalarning oldiga boribdi. Sallani yechib, cho'ponni yechib, mashinada yo'lning narigi betiga to'xtagan ekan, qizlar darrov yugurib ketdi. Yugurib kelib turib, tanishmabdi haligi shofir domlani. Domlaning jo'nat aka qizlar kerakmi debdi.
Domla ham qarabsa, 4 ta qiz turamiz ro'parasida. Ha, kerak debdi. Bo'ldi, soat 200 so'm degan ekan, bo'ldi, ma'qul deb. 4 tanga 800 so'm emas, 1000 so'm pul beraman debdi. 1 soatga senlarni olib ketaman deb. Senlar ishing oson ekan-ku debdi. 1 soatga olib ketib taligilardi. Shunday yo'lda bir magazinga tushib chiqibdi. Bir aylanib masjid oldiga ketdi. Kelib turib magazindan to'rovga ro'molni berib olgan ekan, ro'mol bitidan ko'ylak, bitidan lozim kiydiribdi. Yani avratlarini bekitadigan kiyimni kiygizibdi. Kiygizib turib masjidga olib kelibdi. Hayla ulashmabdi. Kiloylar, men sizlarga 1 soatga pulinglarni oshig'i bilan berganman debdi. Endi meni bir yurasizlar. Masjidga olib kelibdi, ayollarning bir qismi ekan, o'sha yerga olib kelib, shu yerda 2 rakatdan namoz o'qishasan debdi. Esa hayla namoz o'qishni bilmaymiz deydi. Degan ekan, bo'lmasa men namoz o'qiyman, men arkamda isloh qilasan debdi. Men nima qilsam o'shani qilasan debdi. Namozni boshlashibdi. Imom Yusuf qilgan to'rov fohisha sajdaga yetishibdi. Sajdada endi haligi odam Allohga rosa yolvorib duo qildi. Yalinibdi, yolvoribdi, dod debdi, yig'labdi. Parvardigoro, sen o'zing bizlarni hozirgi holatimizni ko'rib turibsan. O'zing bizni eshitib turibsan. Mana bularni seni huzuringga olib keldim. Qanday holatda edi, hozir qanday holatda turganligini o'zing ko'rib turibsan. Haqiqatan ham u to'rovini ko'rgan odam bir banda masjidga kelib ko'rib qo'ysa, uni fohisha qizlar demaydi. Domlaning xotinlari bo'lsa kerak deb o'ylaydi. Men mana zohirini shunchalik qildim Parvardigor, qalbini senga topshirdim debdi. Allohim bu yog'i senga endi debdi. Bularda qalbim menda emas ekan, ammo zohiri menda ekan, zohirini mana shunchalik holatga olib kelib, endi sening qalbini senlarga topshirdim. Parvardigor, senga topshirdim, o'zing hidoyat qilgin deb duo. 2 rakat namoz o'qishib, yana fohishalarda mashinasini o'tkazib, yo'l g'aribasiga olib o'tib qo'yibdi. Endi ro'molni ko'ylak lozim yetishadi deb. Sizlar vaqting tugadi, ishim bitdi deb. Degani hayla unamadi shunchalik ko'ylak lozim yetishgan. Alloh hidoyatlab qo'ysa shunaqa ekan-da. Shu bilan hali yerda ko'rinishim ham qo'ygan. Alloh subhanahu va taolo ixlos sababli da'vatga nusrat bergan. Da'vatga barakat qilgan. Duolarni ijobat qildi Alloh subhanahu va taolo. Xo'p, muhtaram jamoat, jumaga ajratilgan nihoyasiga yetibdi. Yana gaplar ko'p edi. Vaqtimiz tugab qoldi. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. الله